Men Andijon oblastida Oltinko'l rayonidan shu Farg'onadagi Kavsar olami sanatoriyasini suvlarini eshitib, nabiramni olib keldim. 6 yoshar nabiram kuygan. Bitta oyog'i sonigacha. Kelib, bu yerda shu suvlariga, Oltinko'l suvlariga tushiryapmiz. Vannalar olyapmiz. Basenlari bor ekan, qo'l massajlari, shu ultrazvuk massajlarini olyapmiz. Foydasini bildik 3 kunda. Xudo xolasa, nabiram bahonasida o'zim olyapman fizioterapiyalar. Sharoitlari rosa yaxshi. Vrachlari zo'r. Basenlarga tushdik bugun xudo xolasa. Shamlari bor ekan, giyohli vannalari bor ekan. Rosa zo'r. Necha kunga keldilar endi? 10 kunga. 10 kunga keldilar. 3 kun ichida Natijani xudo xolasa bildik. Men o'zim ham ayniqsa bo'ynalarim qatib qolgan ekanda, mana 3 kunda ancha yumshab o'zimga keldim. Massajlari zo'r. Shuncha sanatoriyada yotib bunaqa nimalar ko'rmaganman. Sharoitlar zo'r. Mana yotishlarimiz, oziq-ovqatlar rosa zo'r. Qizimiz oyog'idan nima bo'ldi? Tifalda qaynayotgan suv ontalib ketib o'tirib qolgan. 4 marta operatsiyani o'tkazdirdik. Endi shu yerga yo'llanma bu yerda 2 oy bo'ldi, operatsiya bo'ldi. Shu yerga keldik. Avgust oyida ham bir yotib ketganmiz. Bu ikkinchisi. Xudo xolasa endi yana 5-operatsiyasi bor. Uni ham o'tkazdirsak, endi mana shu yerga kelib turamiz ekanda, shu yerga borib turasizlar har 6 oyda. Endi shu Oltinko'l suvlari yumshatar ekan, chandiqlar so'rilar ekan. Yangilaydi ekan. Shunga olib kelganman. Zo'r, minnatdormiz. Vrachlarga rahmat. Ovqatlari ham zo'r. Mana biz uzoqdan kelganmiz, orqamizdan odam kelmaydi. Kelmaydi, shayda o'zida bemalol to'yib 3 mahal obed qilib chiqyapmiz, ovqatlanib. Yaxshi, xudo xolasa. 6 oydan keyin yana kelamiz, xudo xolasa. Rahmat sizga. Xo'p.